Assalomu alaykum, bu Inshobuz loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Do'stlar, uzoq vaqtdan beri sizlar bilan ko'rishmayotgan edik. Bugun bitta muhim mahsulot to'g'risida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni hozirgi vaqtda O'zbekiston sharoitida muhim bo'lgan bir mahsulotni biz Xitoydan buyurtma qildik va ushbu mahsulotimiz bugun O'zbekistonga yetib keldi. Bugun biz BTB Cargo skladidamiz. Ko'rib turganingizdek, BTB Cargoning mahsulotlar yetib keladigan joyi. Biz ushbu mahsulotni BTB Cargo orqali buyurtma qilganmiz va ushbu mahsulotimiz mana shu yerga yetib kelgani uchun biz bu yerda video olmoqdamiz. Ushbu mahsulotimiz Xiaomi kompaniyasi tomonidan Xiaomi Air Purifier Pro H modeli. Ushbu model hozirgi vaqtda O'zbekistonda havo ifloslanishi yuqori darajada bo'lib ketganligi uchun juda ko'p talablar bo'lganligi sababli O'zbekiston bozorlarida ham sotilmoqda turli xil boshqa modellari. Mana shu mahsulotni biz Xitoydan buyurtma qilib, O'zbekistonga olib kelib, necha pulga tushadi va ushbu mahsulot o'zi qanday ishlaydi, shu to'g'risida sizlarga ma'lumot berish uchun shu mahsulotni buyurtma qilgan edik. Ushbu mahsulotni biz Xitoyning Pinduoduo internet magazinidan buyurtma qilganmiz. Video oxirida shu mahsulotni qanday qilib buyurtma qilish, kargodan qanday foydalanish, qanday qilib Pinduoduo ilovasiga manzil kiritish barchasini ko'rsatib o'tganmiz. Qanday qilib Pinduoduodan ro'yxatdan o'tish, undan qanday buyurtma qilish to'g'risida YouTube kanalimizda batafsil video joylaganmiz. Marhamat, uni ham ko'rib Pinduoduodan foydalanishni o'rganib olsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda shu mahsulotimiz necha pulga yetib keldi va necha kunda yetib keldi, bu to'g'risida sizlarga ma'lumot beramiz. Shu mahsulotimizni necha kunda yetib kelganligi va necha pulga yetib kelganligi to'g'risida bizga kargo mutaxassisi Xondamir batafsil ma'lumot beradilar. Shu mahsulotimiz 21 kunda yetib keldi. Dastavkasi $114 bo'ladi. Yo'l kirasi $114. Yo'l kirasi qanday hisoblanadi? Chunki bu o'zi og'irligi 9,5 kilogramm yozilgan, lekin upakovkasi bilan 12 kilogramm chiqdi. Sizda yo'l kira qancha va qanday hisoblanadi? Xo'p, bu gabarit tarifida kelgan, avto yukli gabarit tarifida. Quyidagi tartibda o'lchanadi. Korobkaning 3 ta tarafini o'lchab olamiz. 38 80 Hop, 39. Buni bir-biriga ko'paytirib 5000 ga bo'lamiz. Shunda korobkaning ob'yomi kelib chiqadi. Hajmini aniqlab turib 5000 ga bo'lish. Bu qanaqa standart o'zi? Yevro standart. Yevro standart shunaqa hisoblanadi. Shunda 5000 ga bo'lganimizda bu korobkaning ob'yomi chiqib keladi. Bu joyda bizning korobkamiz 23 kilogramm ob'yomda kelgan, lekin o'zi 12 kilogramm. Lekin biz bu joyda hop 23 kilogramm uchun to'lab olmaymiz. Shunchaki har bir kilogrammiga $1,5 pul qo'shiladi. Shunda qanaqa hisoblanadi? Masalan, avto oddiy tarifimiz $8 bo'ladigan bo'lsa, $9,5 hisoblanadi kilogrammiga. 23 ga 9,5 dan hisoblanadi. Shunaqami yo'q? 23 ga 12 kilogrammga 9,5. O'zini haqiqiy narxiga 9,5 dan hisoblanadi. Haqiqiy vazn taroziga qo'yiladi. U plus $1,5 tarif chiqadi. Demak, mana shu kattalikdagi mahsulot deylik 5 kilogramm chiqsa, 5 kilogrammi ham siz bemalol $9,5 dan hisoblab olib beraverasiz gabarit. Shunaqa. Juda zo'r. Mutaxassisimiz sizlarga tushuntirib berganlaridek, shu mahsulotimiz gabarit tarifda kelgan. O'zi mana 10 kilogramm atrofida bo'lsa kerak, o'sha 12 kilogramm chiqqan. $114 ga yetib keldi. Biz ushbu mahsulotni $128 ga buyurtma bergandik. 114 qo'shsak, $242 ga mana shu yerga yetib keldi. Yetib kelish muddati 20-25 kunda O'zbekistonga yetib keldi. Endi shu mahsulotni ochib haqiqiy qanday holatda ekanligini sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda, akkuratniy holatda upakovka qilingan. Ko'rib turganingizdek, Xiaomi Air Purifier H Pro modeli. Ushbu modelni biz qidirib ko'rdik, O'zbekistonda internet magazinlarda yo'q ekan. Uzun marketda Xiaomi Purifier'ni 4 Pro modellar sotilmoqda. Taxminan 4 million atrofida ekan. Bu $242 ga yetib kelgan bo'lsa, aytaylik $250 ga yetib kelgan bo'lsa, anchagina arzon hamda bu model hozircha O'zbekistonda yo'q. 4 Pro modeli bilan shu modelning qanday farqi bor desangiz, 4 Pro modeli 60 metr kvadratgacha joyi havosini tozalab berar ekan, hamda soatiga 500 kubometr havoni tozalay oladi. Bu H Pro modeli esa 72 metr kvadrat xonani havosini tozalash uchun hamda soatiga 600 kubometr havoni tozalash uchun maxsus ishlab chiqarilgan mana shu havo tozalagich. Farqi mana shunda ekan. Ushbu havo tozalagich qanday ishlashini menimcha bilsangiz kerak. Mana bu yerlardan havo tortadi.
hamda ichidagi maxsus filtr yordamida havoni tozalab mana filtrini ham ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda turibdi. Buni paketidan yechib chiqarib turib foydalanadi. Mana bu tomondan filtrdan o'tgan toza havoni mana shu yerdan chiqarib beradi. Apparatimiz ishlashni boshladi. Apparatimiz ishlamoqda. Mana mikrofon yordamida ovozini eshitishingiz mumkin va qanchalik havoni chiqarayotganligini mana ko'rsangiz bo'ladi. Uchirib yuboryapti mana. O'rtasiga qo'yib qo'ydim. Mana shunday ishlamoqda. Mana bu yerlardan xonadagi havo kiradi hamda filtrdan o'tib mana bu yerdan qayta havo chiqadi. Mana bu ekranda ko'rib turganingizdek xona harorati 14 gradus hamda xonaning ifloslik holati menimcha havoni mana bu 62% ko'rsatmoqda. Hamda mana bu rejimi. Hozir avtomatik rejimda ishlamoqda. Buni bir nechta rejimlari bor. Bu tungi rejimga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ovozi pasayadi. Juda ham sekin holatda ishlaydi. Keyin mana biroz tezroq. Keyingisi yana ham tezroq. Mana shunday 3 xil rejimda foydalansak bo'ladi. Endi ushbu havo tozalagichga qo'shimcha ravishda havo namlagich ham buyurtma berganmiz. Bu ham Xiaomi kompaniyasi mahsuloti. Shu mahsulotning og'irligi 3,5 kg atrofida, yo'l kirasi ham o'sha $30 atrofida qo'limizga yetib keldi. Shu mahsulotning narxi video davomida buyurtma qilayotgan holatimizda ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotni buyurtma qilish uchun birinchi o'rinda BTB Cargodan manzil olamiz, ID kod olamiz. Telegram ilovasiga kirib BTB Cargo deb qidiramiz. Va BTB Cargo kompaniyasini Telegram kanaliga ulanib olamiz. Kanalida kelayotgan mahsulotlari, necha kunda kelishini hamma to'g'risida ma'lumotlar berib borishadi. U yerda adminning profilini topib adminga yozamiz. Adminga aloqaga chiqishingiz bilan u sizga barcha ma'lumotlarni beradi. Tariflar necha pul, necha kunda kelyapti, shu haqida shunaqa ma'lumotlarni berishadi. Endi ism, familiya va telefon nomerimizni yozib adminga bizga ID kod ochib bering desak, Xitoydagi manzilni va bizning ID kodimizni bizga tashlab berishadi. Manzil va telefon raqam, ism, familiya muhim. Admin onlayn bo'lgandan keyin sizga avtokargo va aviakargoga alohida manzillarni tashlab beradi. Siz u manzilni shu yerdan ko'chirib olganingizdan keyin Pinduoduo ilovasiga kirib, u yerdagi manzillar bo'limiga shu manzilni kiritishingiz kerak. Hozir videoda ko'rsataman. Demak, shaxsiy kabinet bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan manzillar bo'limiga o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana shu qizil tugmani bir marta bossak, bu yerda hozir ko'chirib olgan manzilimizni vistavit qilish uchun so'raydi. Vistavitni bossak, o'zi avtomatik ravishda manzil qo'shiladi. Shu manzil avtomatik qo'shilgandan keyin eng tepasidagi 77 nomerdan keyin o'zingiz ID kodingizni yozishingiz kerak. Masalan, ID kod BTB 0000 qilib yozildi. Sizga berilgan ID kodni yozishingiz kerak va pastdagi manzildan keyin 77 dan keyin ham qavs ochib, u yerga ham ID kodingizni yozishingiz bu ham eng muhimlardan biri. Hamma narsani yozib bo'lgandan keyin shunday turishda ekran screenshot qilamiz hamda adminga jo'natamiz. Telegramda adminga jo'natamiz. Admin bizga shu manzil to'g'ri kiritilganmi yoki yo'qmi tekshirib berishadi. Mana saqlanib qilganimizdan keyin ham yana bitta screenshot oldik hamda ikkitasini ham adminga tashlaymiz. Ikkita rasmni ham jo'natib qo'yamiz. Manzillar rasmini jo'natganimizdan keyin admin aloqaga chiqadi bizga. Mana admindan to'g'ri zakaz qilavering degan xabar keldi va biz bemalol zakaz berishimiz mumkin. Endi bu yog'i juda ham oson. Eng asosiy narsa shu manzil kiritish. Manzil kiritib, u manzilni tasdiqlab olganimizdan keyin o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni buyurtma qilishni boshlasak bo'laveradi. Pinduoduoga Alipay va Visa karta orqali to'lov qilish mumkin. Mana biz kerakli mahsulotlarni yig'ib olganmiz, o'zimiz belgilab qo'yganmiz. Bu biroz avvalgi aytib o'tganimiz havo namlagich. Ko'ryapsiz, 379 yuan. Bu hozirgi vaqtda $55 atrofida to'g'ri keladi bizning pulimizga. Havo ifloslanishini oldini olish uchun ham mana shu havo namlagich ham ancha ish beradi.
Buyurtma berish uchun pastdagi qizil knopkani bosamiz. O'zimizga kerakli variantini tanlaymiz. Yuqoridagi manzil ustiga bosadigan bo'lsak, agar bizda boshqa manzillar ham bo'lsa, o'shalardan birortasini tanlab buyurtma bersak bo'ladi. Va pastdagi qizil belgini bosamiz. Ya'ni buyurtma qilish tugmasini bosamiz. To'lov qilish tugmasini bosamiz. Biz avtomatik ravishda Alipay ilovasiga o'tib ketdi va mana bizdan 379 yuan to'lashimizni so'ramoqda. To'lovni bosganimizdan keyin Alipayning himoya kodini teramiz hamda to'lov avtomatik ravishda o'tadi. Bo'ldi, biz mana shu mahsulotni buyurtma qildik, ya'ni sotib oldik. Endi keyingi eng asosiy mahsulotimiz havo tozalagichni buyurtma qilamiz. Ko'rib turganingizdek narxi 899 yuan. Mana bu yerda ma'lumotlar yozilgan. Rasmlarni ham bemalol tekshirib, ko'rib, ma'lumotlarni tekshirib olsak bo'ladi. Xullas, pastda hamma ma'lumotlar bor, o'shani ko'rsak bo'ladi. Endi sotib olish uchun pastdagi qora tugmani bosamiz. Bu aslida qizil bo'ladi, lekin bu mahsulot hozir skidkada turgani uchun qora qilib ko'rsatilgan. Va mana 899 to'lang degan qizil knopkani bosamiz. Avtomatik ravishda Alipayga o'tib ketadi. Chunki biz Alipay orqali to'lovlarni amalga oshiramiz. 899 yuan to'lang demoqda. Himoya kodini teramiz. Parol noto'g'ri ketib qoldi hozir. To'g'ri terib. Bo'ldi, to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Va biz muvaffaqiyatli ravishda shu mahsulotni ham buyurtma qildik. Mana buyurtma qilganlarimiz, mahsulotlarimiz ro'yxati chiqmoqda. Biz mana buyurtma bergan mahsulotlarimiz. Undan keyin shu mahsulotlar keyingi bo'limga o'tadi. Sotuvchi mahsulotni yuborsa. Keyin mana shunday qilib shu mahsulotlar Xitoydagi skladga keladi. Xitoydagi skladdan esa O'zbekistonga yuboriladi. Xitoydagi skladga kelgandan keyin O'zbekistonga yetib kelish muddati o'rtacha 15-20 kunni tashkil qiladi. Do'stlar, agar sizga ham mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol Xitoydan buyurtma bersangiz bo'ladi. Faqat buyurtma berishdan avval O'zbekistondagi narxlarni ko'ring, solishtiring. U yerda arzon bo'lsa, yo'l kirasini hisoblab turib, keyin buyurtma bersangiz bo'ladi. Buyurtma berish uchun esa hozircha, masalan, o'zingizga ishonchli kargo kompaniya qidirayotgan bo'lsangiz, mana shu BTB kargodan foydalansangiz bo'ladi. Mana biz buyurtma berdik, mahsulot yetib keldi. Mana o'sha BTB kargoning skladda turibmiz. Hamma narsa ishonchli, bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kommentariyada o'zingiz biror bir fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz albatta ularga javob beramiz. Hamda mana shunday mahsulot qidirib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'yishni maslahat beraman. Chunki biz mana shu mahsulotni O'zbekistondan ko'ra arzonroq hamda O'zbekistonda hozirgi vaqtdagi yo'q modelini buyurtma qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qolishda davom etinglar.